Assalomu alaykum, hurmatli meni YouTube kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana birgaman va men bugun sizga kuz mavsumi uchun ustki kiyimlarni to'g'ri tanlash haqida ma'lumot beraman. Meni tanimaydiganlar uchun qisman o'zim haqimda aytib o'taman. Men Oydunoy To'xtayeva, imij stilistman va ayollarga imij stilistika bo'yicha to'g'ri liboslarni tanlash, garderobda bo'lishi kerak bo'lgan kiyimlarni to'g'ri tanlash, umuman kam xarj garderob yaratish va o'zini stilini topish bo'yicha konsultatsiyalar berib, ayollarni o'zini imijini topishga yordam berib kelaman. Bu sohaga Italiyada o'qiganman, Moskvada o'qiganman va ikkinchi oliy mutaxassislik olganman. Ya'ni o'z-o'zidan kursda o'qib olib bo'lib qolgan joyimiz yo'q. 10 yildan buyon shu soha bilan shug'ullanaman va 10 yillik tajribaga egaman. Bugun sizlarga kuz mavsumiga ustki kiyimlarni tanlash haqida mavzu tanladim, chunki juda ham ko'p savollar keladi. Telegram kanalim, Instagram kanalimda, YouTube kanallarimda, kommentariyalarda juda ham ko'p savollar keladi. Aynan qanday kiyimlarni tanlash, qanday uzunliklar bir-biri bilan mos keladi, qanaqasi mos kelmaydi degan savollar ko'p uchraydi. Shuning uchun bugun kuz mavsumida sizda bo'lishi shart bo'lgan kiyimlar haqida gaplashamiz. Qani, ketdik. Umuman olganda men hozir sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mana bu kiyimlarning hammasi sizda bo'lishi shart degani emas. Bu yerda variantlar bor. Sizni bo'yingizga mos keladigan, stilingizga mos keladigan, yashash hududingizga mos keladigan variantlar bor. Ulardan eng zarurlarini tanlashingiz mumkin va qolaversa siz uchun garderobingizda bo'lishi shart bo'lgan kiyimlarni ham alohida tushuntirib o'taman. Mana bulardan bittasi bizni garderobimizda bo'lishi kerak bo'lgan, siz qaysi hududda yashashingizdan qat'iy nazar, qaysi davlatda yashashingizdan qat'iy nazar sizda bo'lishi shart bo'lgan bitta trenchni ko'rsatmoqchiman. Bu trench двухубортный. Umuman trenchlar qachon kirib kelgan? Trenchlar murskoy garderobdan ayollar garderobiga kirib kelgan, erkaklar garderobidan ayollar garderobiga kirib kelgan. Shuning uchun ko'rinishi ham, fasonlari ham murskoyga yaqin. Mana bu o'tkir yoqali, forma держащий materiallar. Bu o'zi Giorgio Armani tarafidan yaratilgan, filmlar uchun yaratilgan va kinoda ko'rib odamlar buni yoqtirib, keyin xalq bob qilib chiqarishni boshlashgan. O'shandan beri ayollar bu trenchlardan juda ham ko'p foydalanishadi. Hozir men buni kiyib ko'rsatmoqchiman. Razmeri 40 ekan, menga mos keladi. Sal kattarog'i, lekin ustki kiyimda chidasam bo'ladi, chunki kiysam bo'ladi, ustimdagi ham yupqa emas. Mana bu trench, ahamiyat bersangiz, klassik stilda formasini ushlaydigan mato. Keyin yana bitta narsa, buni qulaylik tarafi, yaxshi tomoni yelkasi reglan. Yelkasi reglan narsalar bizga katta, kichik, yelkasi tushib ketdi, kichkina bo'lib qoldi, tor bo'lib qoldi degan narsa bermaydi. Keyin qo'li mana bu joylari keng ayollarimizga reglanlilar juda ham qulay. Bu tor bo'lib qolmaydi. Qo'l harakatlaringiz bemalol qo'lingizni harakatlantirishingiz mumkin. Keyin trenchlarni oldi taqilmaydi, taqilish shart emas. Taqib olib belingizni boylab olishingiz shart emas. Mana orqalarini ham ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinishda cho'ntagiga solib qo'yiladi odatda va yaxshi tomoni buni xohlagan stilingizda kiyishingiz mumkin. Xohlang baland kabluklar bilan kiying, xohlang past poshnalar bilan kiying, krossovkalar bilan, to'y hashamlarga, qulay vaziyatlarga, faqat uyda kiyib yotmasangiz bo'ldi. Boshqa hamma joyga kiyish mumkin. Xullas mana shunday trench har bir ayolda bo'lishi kerak. Siz o'zingizni garderobingizdagi kiyimlarga qarab tanlaysiz. Buni masalan mana bunday temno-siniy rangi bor. Endi bizning magazinimizda bor. Temno-siniy rangi bor, bordoviy rangi bor, bejviy ranglari bor va ustimdagiday svetla seri, ya'ni oqqa yaqin bo'lgan seri rang. Bu rang ham hamma narsaga mos keladi. Ayniqsa zarurli ayollar, mashinada yuradigan ayollar uchun bu juda ham qulay. Masalan, uzunligiga ahamiyat bersangiz, mashinada yuradigan ayollar o'ta uzun narsada o'ralashib qoladi. Bunda o'tirganingizda mashinaning eshigi qisilib qoladi, etagi. Lekin bu uzunlikdagi trenchlar umuman sizga xalaqit bermaydi. Ya'ni midi uzunlik deyiladi. Mana trenchlarda ham mini uzunlik bor, midi uzunlik bor, maxi uzunlik bor. Maxi uzunliklar bu uzun to yergacha bo'lgan uzunlik. Hozir shunaqalari moda bo'ldi, lekin bizning muhitga, bizning iqlimga to'g'ri kelmaydi unaqalari qizlar. Bizda tez loy bo'lib qoladi, chang bo'lib qoladi, kir bo'lib qoladi. O'rtacha uzunlik, midi uzunlik bizga juda ham to'g'ri keladi. Endi mini uzunlik bor, kalta
Bu trench, kalta trenchlar, pidjak trenchlar hisoblanadi. Ularni ham bemalol olishingiz mumkin. Ayniqsa, o'shanaqa kaltalari bo'yi past ayollarimizga zo'r to'g'ri keladi. Endi yana mana bu trench haqida aytib o'taman. Buni duxi bort emas, bitta qator tugmalilarini ham olishingiz mumkin. Ikkita qator tugmalilarini ham. Bu trench to'la ko'rsatmaydi. Ikki qator tugmali bo'lsa ham nimaga? Chunki trenchni rangida tugmachalari. Agar kontrastni rangda bo'lsa, semiz ko'rsatadi. Kontrastni rangda bo'lmasa, naborot ayolni yig'ib, ixcham qilib, elegantni ko'rsatadi. Har bir erkak ayolini elegantni ko'rinishda bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun iloji boricha har xil bugim murskoy narsalardan ko'ra, murskoyga o'xshab ketadigan narsalardan ko'ra, mana bunday trenchlarni olib bemalol kiyishingiz mumkin. Yana bitta yaxshi tomoni, buni ichidan xohlang vodolazka kiysangiz bo'ladi, xohlang sviter kiysangiz bo'ladi, xohlang ko'ylaklarni ustidan kiyib ketsangiz bo'ladi. Endi to'g'ri kelmaydigan tarafini aytaman. Agar siz qishloq sharoitida bo'lsangiz yoki umuman ko'proq nima deydi, ishlab yuradigan bo'lsangiz, bozor ucharlarda ishlasangiz, sizga och rang emas, to'qroq ranglari to'g'ri keladi. Olganingiz yaxshiroq. Masalan, mana bunaqa rangi bor to'qroqlarda. Boya ko'rsatganimcha, bunda sinisi bor yoki mana bunaqa ranglari bor, modniy rang bu ham, hozirgi kunda juda ham aktualniy rang. Va bu trenchlarni olayotganda yoqalariga ahamiyat beramiz. Yoqasi mana bu o'rtacha yoqa. Endi bor juda katta yoqalar bor. Mana bunaqa chiqib ketgan yoqalar bor. Kapishonlilari bor. Iloji boricha agar sizda bitta shunaqa trench bo'lsa-chi, kapishonlisini olishingiz mumkin. Ko'p kiysangiz trenchni. Bo'lmasam kapishonlilari ham nima deydi? Endi kapishonli narsalar o'zi sportivniy stilda hisoblanadi-da. Shuning uchun iloji bo'lsa, agar siz jiddiyroq ko'rinmoqchi bo'lsangiz, kapishonli maslarini, mana bunga o'xshaganlarni tanlashingiz mumkin. Yana trenchlarimiz bor. Mana bu trenchga ahamiyat bersangiz, yelkasida pagonchiki bor. Bu pagonchiklari hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Bo'yi pastroq, jiddiyroq kiyinadigan ayollarga to'g'ri keladi, lekin o'ta to'la ayollarga, yelkasi keng ayollarga mos kelmaydi. Bu yana ham yelkani viqorli qilib ko'rsatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun harakat qilinglar, iloji boricha pagonli emas, oddiy pagonsiz mana bunaqa reglanlimi, shunga o'xshagan fasonlarni tanlashga. Mana bu fasonlar eng hadabo'y. Keyin yana bitta narsa, cho'ntaklarga ahamiyat beramiz. Mana bunaqa yonmachasiga cho'ntaklar, biling, bo'yni uzunroq ko'rsatadi, mana. Даже ko'rinmaydi ham-da bu. Masalan, to'lachi ayollar bor yoki bo'lmasam bo'yi pastroq ayollar bor. Unaqalarga katta mana bunaqa to'rtburchakli cho'ntaklar уже to'g'ri kelmaydi qizlar. Ya'ni aksent mana shu joyda bo'ladi, yana ham ayolni hashamatli, nima deydi, kattaroq ko'rsatib yuborish mumkin bo'ladi. Shuning uchun trenchlarni tanlaganda ham alohida e'tibor berib tanlashingiz kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, katta yoqalarni emas, bunaqa o'rtacharoq yoqani tanlashingiz mumkin. Endi bularning yaxshi tomoni sal bundayroq qilib yoqani kichkina qilib kiyishingiz ham mumkin-da, mana. Mana nima qilib taqqaningizda. Endi trenchlar o'zi odatda taqilmaydi tugmachasi, lekin taqib ko'rganingizda sal yig'iladi yoqa, mana. Biroz yig'ib qo'yish mumkin bo'ladi. Mana shunaqa qilib yomg'ir yoqqanda bunday qilib zo'ntiklarni olib ketaverasizlar. Xo'p, mayli. Hazil bilan davom etamiz. Kuz mavsumi uchun yana bir kiyimni ko'rsatmoqchiman. Hozir moda bo'lgan kiyimlardan mana bunday jiletkalar. Qizlar, jiletkalar shunaqa udobniy narsa, shunaqa qulay kiyim bu. Endi yoshroq qizlar uchun yoki ro'molsiz qizlarimiz uchun sal kaltaroqlarni tanlasak bo'ladi, lekin uzunroqlari aynan ro'molli ayollarimiz uchun juda ham mos keladi. Menda masalan aynan mana shunday uzunrog'i bor. Endi men sizga mana bu kiyimlarimni to'g'risini aytsam, ko'rsatish uchun ham bu kiyimni kiyganman, lekin o'zim bunaqa kalta kiymayman baribir. Videolarimda kiygan kiyimlarim siz uchun reklamaga qo'yilgan va siz uchun ko'rsatish uchun, ko'rishingiz uchun bo'lgan fasonlarni kiyganman. Oldingi videolarimda ham demoqchiman, lekin biling, mana bunday kurtchkalar uzun bo'lib turadiganlar ko'cha-ko'ylarda yurganda juda ham qulay. Qayerga borsangiz ham, qulay vaziyatlarda ham, bir chet ellar safarlariga borsangiz ham, qish mavsumida yoki kuz mavsumida borsangiz, bemalol mana bularni shunda olib bir g'ijim qilib solib chiqib ketaverishingiz mumkin. Xohlang, agar siz oq rangni yaxshi ko'rsangiz, oq ranglarni kiyishingiz mumkin. Agar siz qorani yaxshi ko'rsangiz, qora ranglarni tanlashingiz mumkin. Qora rang hamma narsaga to'g'ri kelib ketaveradi, lekin ayrim ayollarimiz shunaqa mijozlarimiz bor.
oppog'idan bering, oppog'idan bering, oqni yaxshi ko'raman deb kelishadi. Mana bunaqa stildagi nima bezrukavkalarniyam garderobingizda bitta dona bo'lsa ham bo'lgani yaxshi. Endi mana bunaqa nimasi ham bor, fasonlari ham bor. Mana bir ikki xil qilib qo'yib qo'yganmiz. O'zi juda ham variantlarimiz ko'p, lekin bir ikki xil tanlaganman. Qaranglar, mana bu variantlar ham hozir juda ham moda bo'lgan. Keyin bunaqa keng turganiga qaramanglar, bularni belbog'lari bor. Belbog'larni boylaganda juda chiroyli turadi. Pahvi zonani yopib turadi. Pastingizga qalinroq shim bilan, ustingizga mana bunaqa dvoykalar bilan, men egnimdagi dvoykalar bilan bemalol xohlagan variantingizdagilarni bemalol kiyishingiz mumkin. Hozir men buni yana kiysam mikrofonimda eshitilmay qoladi, shuning uchun kiymayman. Yana navbatdagi sizni garderobingizda bo'lsa yaxshi bo'ladi deyish mumkin bo'lgan variantni ko'rsataman. Bu hozir moda bo'lgan pidjakli kurtkalar, pidjakli paltolar desak ham bo'ladi. Mana bu pidjaksimon jinsi, buni kurtkali variantlari ham bor, har xil variantlari bor. Lekin bu aynan kurtka, aynan kuz mavsumi uchun mo'ljallangan kurtka, shuning uchun kiyganda juda ham chiroyli turadi. Buni ko'rinishiga qarab, voy bu muncha katta bahaybat ekan deb o'ylamanglar. Kiyganda ustingizda shunaqa bir chiroyli bo'lib turadi. Juda ham yoqimli, ya'ni g'arvayib qattiq bo'lib turadigan jinsi emasda, aksincha umuman bir qomatingizga chiroyli bo'lib o'tiradigan kurtka. Bunaqa kurtkalarga qarang, bu jinsi bo'lganligi uchun sport klassikaga kiradi. Yoqali kostyum sifatida tikilgan-ku. Shuning uchun sport klassika stildagi sumkalar bilan buni uyg'unlashtirish mumkin. Jinsilar bilan nimalar qilib bo'lmaydi? Jinsilar bilan nafis taqinchoqlarni taqib bo'lmaydi. Misol uchun birlan taqinchoqlar yoki bo'lmasam bir qanaqadir nafis bir jemchuklar, shunaqa taqinchoq, sipochkalar, shunaqa narsalarni taqmaganimiz yaxshi. Jinsi o'zi sport stilida bo'lgani uchun biroz derskiy ko'rinadi. Derskostga bu qanaqadir mana bunaqa zanjirsimon taqinchoqlarni taqsangiz, bunga aynan muddao bo'ladi. Bo'lmasam, masalan, bunga gulli ko'ylakni ustidan yoki gulli ro'mollar bilan yoki jaboli mamitlari manaqali koftichkalar bilan bu narsani kiyib bo'lmaydi qizlar. Shunaqa joyda ko'p ayollarimiz xato qilishadi. Bu sport stilida, shuning uchun buni krossovkalar bilan kiying, buni sviterlar bilan, vodolazkalar bilan kiying. Iloji boricha bunga ham bunaqa sal kattaroq yoki bo'lmasam shoperlar bo'ladi, yelkadan oshib turadigan. Shunaqa shoperlar bilan uyg'unlashtirganingiz yaxshiroq. Jinsi shimlar. Bu yerda misol uchun mana shu rangdan och jinsi tanlamaganingiz yaxshi. Chunki aksent pastga bo'lib qoladi. Bunaqa rangli, bundan och rangli jinsilar yoki paterti, mana bu yerlari oqartirilgan jinsilar kiysangiz, bu уже yarashmaydi. Unga endi jins emas, boshqacharoq stildagi, masalan, mana bunaqa trenchlar yaxshi turadi. Masalan, paterti jinsilarga. O'zi patertilar hozir moda emas, uni ustiga patertilar biz O'zbekiston hududiga umuman to'g'ri kelmaydi. Paterti degani mana bu yerlari oqartirilgan yoki yirtiqlari bor, yirtilgan jinsilar haqida gapiryapman. Unaqa jinsilar bizda unchalik mos emas. Nimagaki, bizning hududimizda ayollarimizni oyoqlari uzun emas, bo'ylari baland emas. Uni ustiga juda ham ko'p ayollarimizda yo semirib ketgan, yo ozib ketgan, mana shunday bir o'zini komplekslari bor. Semiz to'la ayollarni agar o'sha jinsini kiysa, umuman mana bu joylari oqargan hisobiga yana ham semiz bo'lib ketib qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bu sumkani qo'yib turaman. Bu jaketni tushuntirdim. Jaketni ichidan kiyish mumkin bo'lgan sviterlarni ko'rsatishim kerak sizga. Qarang, bu rang, jinsi rang, холодный rang hisoblanadi. Shuning uchun mana tugmachalarga ahamiyat bersangiz, kumush rangli tugmachalar. Tilla rangli tugmachalar bo'lsa, unga iliq rangni qo'shsak bo'ladi. Hozir men sizga qaysi bir sviter bunga to'g'ri keladi, qaysi biri to'g'ri kelmaydi ko'rsatmoqchiman. Mana misol uchun mana bu серый холодный rang, ya'ni salqin rang. Seri rangni buni ichidan kiysak bo'ladi. Xuddi shunaqa rangli shim bilan kiyishimiz mumkin. Bir nechta variantlar bilan ko'rsataman. Misol uchun, shim kiymaydigan qizlarimiz bo'lishi mumkin. Bunaqa qizlarimizga yubkalar bilan kiyish ham tavsiya etiladi. Misol uchun, mana bunaqa yubkalar bilan buni bemalol kiyishimiz mumkin. Nimaga? Chunki pidjak pritalinni tikilgan. Ya'ni jaketimiz torroq turadi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, bir pidjak deyapman, bir jaket deyapman. Shu o'rinda aytib o'tib ketmoqchiman. Pidjak yo jaket, qaysi birini aytamiz? Bu pidjakmi, jaketmi? Qarang, agar o'sha sizni kiymoqchi bo'lgan pidjagingiz yoki jaketingiz murskoy stilda tikilgan bo'lsa,
o'sha katta, keng, oversize, umuman ko'rinishidan erkaklarnikiga o'xshab turgan bo'lsa, u pidjak deyiladi. Agar siz kiymoqchi bo'lgan yoki siz xarid qilmoqchi bo'lgan o'sha jaket, blazer umuman pritalyani tikilgan bo'lsa, kalta bo'lsa yoki yoqalari bir qanaqadir jensiy detallari bo'lsa, unda bu jaket bo'ladi. Endi buni men bemalol jaket deb aytishim mumkin, chunki bu yerda erkaklar pritalyani kamdan-kam kiyishadi. Keyin bu yerda mana astarsiz bu. Ya'ni ko'rinishdan baribir ayollarga xoslik bor biroz bo'lsa ham, materiali ham yumshoq. Shuning uchun buni bemalol biz jaket deyishimiz mumkin. Mana buni jaket bo'lganligi uchun buni yubkalar bilan ham kiyishimiz mumkin. Hozir shim bilan ham ko'rsataman. Har doim men ayollarga aytamanki, baza qilib oling. Misol uchun baza degani obrazda tepa pastingiz bir xil mana. Ayniqsa qish, kuz mavsumlarida ichingizdagi rangni bir xil qilib oling. Mana agar bir xil bo'lsa, deyarli hozir bir-biriga yaqin emas, biroz kulrang ikkalasi ham. Mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, siz bitta baza yaratib olsangiz, uni ustiga oq pidjak ham kiyishingiz mumkin, seri ham kiyishingiz mumkin, ustingizga trench kiyib ketishingiz ham mumkin. Rangini уже ahamiyati yo'q. Ya'ni sizda одно целое bor bo'yingizga siluet paydo bo'ladi, hosil bo'ladi. Shuning uchun endi hozir bu yerda rangida farq bor, lekin rangini bir-biriga yaqinroq qilsangiz bo'ladi. Ranglarni tanlayotganda ham iloji boricha pastki qismingiz to'qroq bo'lsin, tepa qismingiz ochiqroq bo'lsin. Past to'qroq bo'lishi kerak har doim. Yokida sizni kiyayotgan o'sha blazerni kiyayotganingizda, pidjak kiyayotganingizda pastingizga jinsini ham ahamiyat bersangiz, o'zini rangidan emas, biroz to'qroq. To'qroq ranglar O'zbekiston hududida pastki qism to'qroq bo'lsa, juda ham mos keladi. Shuning uchun bu jaketlarimiz ham bizni kuz mavsumi uchun juda ham kerak bo'ladigan variantlardan bittasi. Bugungi kunda polo paltolar moda bo'ldi. Polo paltolar aynan hozirgi, yana o'ta qattiq qishlarda bizga uncha to'g'ri kelmasligi mumkin, sovuq bo'lishi mumkin, chunki pastki qismimizni sovqotishi mumkin. Lekin polo paltolarni biza o'sha noyabr oyidan boshlab yoki umuman salqin tushganda bemalol kiyishimiz mumkin. Bu ham fasonlarga ahamiyat beringlar. Bu yil bitta yoqali rubashka sifat polo paltolar moda bo'ldi va umuman bazaga kiradigan, modadan qolmaydigan mana bunday polo paltolarimiz ham hozir modada. Bemalol mana shu paltolarni ham olib, xarid qilib bemalol kiyishingiz mumkin. Yana bitta narsa, bu polo paltolarni ham biz bemalol past poshnali obuvlar bilan ham kiyishimiz mumkin. Mana seriyamizga mos kelishi mumkin. Men ustimdagiga mos kelar ekan. Men ham olaman bundan. Yoki bo'lmasa mana loferlarimiz bor. Bilasizlar, qulaylikni yaxshi ko'radigan, lekin klassik kiyinadigan ayollarimiz uchun mana bunday loferlar bilan ham buni uyg'unlashtirsak bo'ladi. Hech ham masalan palto bilan obufingiz rangi bir-biriga mos bo'lsa, hech ham yana qanaqadir ranglaringiz ichida mos kelishi, qo'shimcha yana bordoviy rangli sviterlar, shimlar olishim kerak deyish shart emas. Xo'p, bundan tashqari yana bitta moda bo'lgan o'sha mana shu pidjak sifat ranglardan yana bittasi mana bunday kashmiroviy jaket. Bu ham qalin mana polo paltolarga o'xshagan, lekin issiq tutadi, lekin pidjak. Sizda bo'lsa bir 10-15 yil oldin, balki 20 yil oldindir kojinniy pidjaklar moda bo'lgan edi. Kojinniy kurtkalar moda bo'luvdi, kojinniy kurtkalardan keyin kojinniy jaket pidjaklar moda bo'lgan edi. Lekin sekin u kojinniy pidjaklar modadan qoldi. O'zbekiston hududida ko'p kiyilmadi. Nimaga? Chunki praktichniy emas. Bizni hududda bu yo issiq tortadi yoki sovuq tortadi. Shuning uchun kojinniy narsalardan ko'p emas. Endi bo'lsa bitta bo'lsa yaxshi, lekin bo'lmasa katastrofa emas. Shuning uchun mana bunday pidjaklar ham hozir modada. Yenglarga ahamiyat beringlar. Birinchilardan bo'lib bunaqa yenglarni La Piana brendidan yamoqqa o'xshab qilingan La Piana brendi chiqargan. Undan keyin hozir juda ham bular aktualniy bo'lib, hamma joyda hozir mana shu moda bo'lgan. Qizlar, bazaviy sviterlarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Baribir bizni sovuq kunlarda bizni issiqqina tanamizga yopishib turadigan, bizni quchoqlab turadigan, issiqqina ushlaydigan sviterlar, albatta. Endi yangi kaltasi amerikanka deyiladi, yangi uzunlari sviter deyiladi, lekin bizni hududda vodolazkalar kiyish to'g'ri emas. Chunki bizni o'zi ko'pchilikda shu siz ham nima deydi, bo'qoqda muammo bor, bo'g'iladi odam, uni ustiga bo'yinlarimiz uzun emas. O'zbekiston hududidagi ayollarning bo'yni uzun emas. Shuning uchun iloji boricha bo'g'iladiganlik sviterlar, vodolazkalar emas, mana bunday bitta yoqali, ozgina bo'yningizni quchoqlab turadigan sviterlar bo'lsa
yaxshi. Endi qarang, qora rang albatta, qora rang kerak. Bitta qora shim bilan buni kiysangiz, общий ustidan to'g'ri kelgan xohlagan narsangizni kiyib ketaverasiz. Oq rang albatta kerak. Oq rang emas, bu oppoq emas, ivory rang. Xo'p, bemalol buni oq ivory ranglar bilan uyg'unlashtirishimiz mumkin. Shuning uchun bu ham kerak. Umuman hech narsaga uyg'unlashtirmasak ham oq rangni o'zi ham ayollarni ochadi qizlar. Qo'rqmang. Bug'doy rangman, qorachadan kelganman, meni qop-qora qilib qo'yadi. O'ylamang unaqa narsalarni. Kiygingiz kelyaptimi? Kiying albatta. Qanaqadir rangni xohladingizmi? Kiygingiz kelyaptimi? Kiying. Bitta tavsiya, bo'g'ilgan, kirchimol, o'ta gryazniy ranglarni kiymasangiz bo'ldi. Masalan, gorchichniy, boshi qop-qora ro'molni o'ramang, jigarrang, materiali hb, nima deydi, nimalari bo'ladi-yu, mana bunaqa mayichniy materialda shunaqa narsalardan ro'mollar o'ramasangiz bo'ldi, to'q ranglardan. Xo'p, yana bitta hozir aktual bo'lgan bardo rangi ham hamma narsaga mos keladi. Xohlang qora, xohlang temno-siniy, xohlang yashil, xohlang bardoviy rang, xohlang ivory ranglar bilan uyg'unlashtirsa bo'ladi. Endi misol uchun bitta bardoviy sviter olsangiz, masalan, meni bitta shunaqa odatim bor. Sviterlarim rangi qanaqa ranglarim bo'lsa, sviterlardan shunaqa rangli obuvlari oladigan odatim bor. Misol uchun mana bardoviy rangli mana shunaqa sviterga bitta mana bunaqa lofer olib qo'ysangiz, bemalol uyg'unlashtirib kiyib ketaverishingiz mumkin bo'ladi. Ustingizdagi kiyimning rangini уже ahamiyati yo'q, qizlar. Yoki bo'lmasam, misol uchun mana bunaqa ivory rangli sviteringiz bo'lsa, unga bitta mos ivory rangli obuvingiz bo'lsa, uni bemalol shunaqa kiyib ketaverishingiz mumkin. Ha, aytgancha, mana bu krossovka haqida ham bir og'iz gapirib o'tay. Ivory rangli krossovkalar hozir moda bo'lgan, ichi mexli. Ya'ni shim ko'p kiyamiz, qishda qulay yurishni yaxshi ko'ramiz. Uzun etiklar ba'zan istivoradi, ba'zan yoqmaydi, ba'zan noqulay bo'ladi. O'shaqa paytlarda ichi mexli krossovkalarni ham olib xarid qilib kiyishingiz mumkin bo'ladi va bu ham o'ta qulay bo'ladi siz uchun. Va yana bitta sviterimiz, bu ham bejevый. E'tibor beringlar, bu ivory rang, mana bu bejevый rang. Bejevый rang ham qizlar o'ta nafis turadi. Misol uchun, shokolad rang bu yil moda bo'lgan, o'sha shokolad rangga mos bejevый rang yoki shokolad rangi, misol uchun shokolad rangi iliq bo'lganligi uchun unga iliq ranglarni mos qo'yasiz, moslaysiz. Agar shokolad rangi, misol uchun biz qora rangni qo'shsak yoki bardoviy rangni qo'shsak, ikkita to'q rang bo'g'ilib qolishi mumkin. Shuning uchun ichidan ochroq yoki kontrastniroq rang kiyganingiz yaxshi. Hozir sizga o'zimnikini ham ko'rsataman. Mana misol uchun men hozir mana bu dvoykam ichidan siniy rang yaxshi ko'raman, bilasizlar. Siniy rang elektrik rangli futbolka kiyganman. Endi hozir men bitta pahvozonim ochilib turmasin sizni oldingizda deb tugmachalarni taqib olganman, lekin juda ham chiroyli turadi. Masalan, men o'zim ayollar auditoriyasida ishlayman har doim. Meni magazinimga faqat ayollar kelishadi. Shuning uchun bemalol sal kaltaroq bo'lsa ham ishxonani ichida kiyib yuraman. Buni ustiga mashinamga chiqaman, uyga boraman, uydan kelaman, ishxonaga kiraman. Shuning uchun ko'proq o'sha qulay bo'lgan kiyimlarni kiyishga harakat qilaman. Yana bitta qish mavsumida yoki kuz mavsumida sizni bo'lsa zarar qilmaydigan narsalardan bittasi kardiganlar. Mana bu kardiganlar yubkalar bilan kiysa bo'ladigan kardiganlar, chunki bular biroz kalta. Endi siz yoshroq bo'lsangiz, albatta figurangiz chiroyli bo'lsa, bemalol kaltaroqlarni shimlar bilan kiyishingiz mumkin. Xullas, mana bunaqa kardiganchiklar ham bugungi kunda modada. Xohlasangiz seriy rangini, xohlasangiz mana bunaqa siniy rangini, xohlasangiz oq rangini, xohlasangiz ivory rangini bemalol tanlashingiz mumkin. Yoki shunga o'xshagan mana bu siniy rangli, bizni xalq tilida jemfer deyiladi, lekin o'zi bu kardigan. Mana bu kardiganlar ham hozir juda ham modada, aktual. Har xil ranglari bor. To'qilgan, issiqqina, boya aytganimdek, mana bunaqa bir trendoviy belgilari bor, o'ziga xos. Va yana bitta buni yaxshi tomoni, ko'pchilik ayollar menga kelganda so'rashadi, tushib turadigan, ozgina pastki qismimni, bo'ksalarimni yopib turadigan narsa bering deb so'rashadi va menda buni bir 6 xilmi ranglari bor. Kiyimlariga moslab, figurasiga moslab, yoshiga moslab har xil ranglarini shogird qizlarimiz bilan to'g'irlab beramiz. Shuning uchun ayollar uchun bu narsa ham o'ta masalan zarur va muhim. Ayniqsa O'zbekiston hududida, masalan, uyda ham mana shu narsani shundoq qo'yib qo'ysangiz, nimaga, misol uchun xonadonda hovlida yashaydiganlar ustingizga ildingizni yugurib ketdingiz. Mayli, domda yashaydiganlar ham ustingizdan kiydingiz, yugurib nonga chiqib keldingiz, magazinga yugurib axlat tashlab keldingiz yoki umuman podyezdda mehmon kelib qolib chiqdingiz eshikdan. Mana shunaqa paytda siz uchun bu juda ham qulay. Shuning uchun jemferlar yoki mana shunaqa kardiganlar ayollarda bo'lishi kerak.
Xo'p, endi qizlar, sizlarga ikki xil variantdagi kurtkani ko'rsatmoqchiman. Bitta kurtkamiz bu qavilgan, ya'ni nima deydi, именно shu kurtka, plashovkali kurtka. Bu kombinatsiya qilingan, ya'ni bejavoy bilan qora rangdan kombinatsiya qilingan. Kombinatsiya qilingan narsalar ham juda chiroyli turadi. Kombinatsiyani shunisi yaxshiki, sizni bo'yingizni uzun ko'rsatadi. Mana bu vertikal bo'yni uzun ko'rsatadi. Mana bu chiziqlar ham bo'yni uzunroq ko'rsatadi, ya'ni kesmaydi. Agar bu mana bunaqasiga to'g'ri bo'lganda edi, qomatni kesardi kontrast rang. Lekin bu yerda mana cho'ntaklar ham yonboshchasiga qilingan. Shuning uchun bular yana qanaqadir tilla rangli tugmachalar bilan bezatilgan. Biz o'zbek qizlarimiz judayam, o'zbek ayollarimiz yaxshi ko'rishadi shunaqa bezatilgan, yasatilgan narsalarni. Va o'ta nima deydi, oddiylikni yaxshi ko'radigan, oddiylikni tanlaydigan qizlarimiz uchun ham mana bunday kurtchkalarimiz bor va bu kurtchkalardan shunaqa variantdagi kurtkalardan bemalol tanlashingiz mumkin. Agar buni astari bo'lmaganda yoki mana bunaqa ichi qavilgan, issiq bo'lmaganda bu kurtkalarni siz sovqatib qolishingiz mumkin edi. Lekin bu ustida suv o'tkazmaydigan variant va chetlariga kojniy отделкалар qo'yilgan qizlar. Juda ham qulay, ayniqsa hozirgi kunda to'g'ri murskoy stilda tikilgan, lekin ayniqsa hozirgi kunda bu narsalar o'ta qulay. Uzun rudopo paltolardan ko'ra, uzun rudopo qanaqadir plashlardan ko'ra, jemferlardan ko'ra mana bunaqa narsalar hozirgi kunda qulay bo'lib qoldi. Yoshlarga ham, o'rta yoshlarga ham, katta yoshlilarga ham, hattoki 70 yoshli onaxonlarimizga ham berganmiz, sotganmiz shunaqalardan. Chunki rostdan ham bu o'ta qulay. Ko'ylaklar bilan ham qulay turadi, shimlar bilan ham qulay turadi, har qanaqasiga. Sizni garderobingizda bitta bo'lsa, ortiqchalik qilmaydi. Kuz mavsumi uchun ayollarda bo'lishi kerak bo'lgan nimalardan oyoq kiyimlar, poyabzallarni ham bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana boya ko'rsatganimdek, mana bu poyabzal bugungi kunda juda ham nima deydi, aktual, trend. Ya'ni ahamiyat beringlar, qishda oyog'imizni pasti sovqotmasligi uchun mana bu joyi yerdan balandroqda. Muzlamasligi uchun balandroqda tagiga ahamiyat beringlar. Bu tagi qorda, sovuqda toyib ketmaydi. Yana bitta nimamiz, keta sifat oyoq kiyimimiz. Bu yomg'irli kunlarga juda ham qulay. Keyin sariy rangni yaxshi ko'radiganlar, och ranglarni yaxshi ko'radiganlar uchun ayni muddao mana shunday oyoq kiyimingiz ham. Mana qarang, ahamiyat bering, bitta issiq, bitta средний. Yana bitta ayollarimizga bugun aktual bo'lgan va bugun juda ham qulay, nima deydi, ayollarimiz yaxshi ko'rgan obuvimiz, poyabzalimiz turi bu loferlar. Loferlarni ham siz xohlagan rangingizni o'zingizga xosini tanlashingiz mumkin va ahamiyat bering, bu yerda ham oyog'imizni podoshvasi sal balandroq bo'lgani yaxshi, chunki issiqroq bo'ladi. Bu ham klassik, ham sport stilda bemalol kiyib ketishingiz mumkin. Va baribir bitta klassik stildagi tufli bo'lgani yaxshi. Endi menda ko'proq klassika usti uchli loferlar, lekin baribir boshqacharoq stilda, sal kreativniyroq kiyinaman degan qiz ayollarimiz uchun kombinirованный, mana qora bilan bejaviyni kombinirованныйsini tanlaganman. Menimcha bu ham juda ham chiroyli. Oddiydan ko'ra chiroyliroq. Ancha chiroyli. Xullas, bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim, bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim kuz mavsumi uchun biroz bo'lsa ham foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Kanalimni kuzatishda davom eting. Kommentariylarda sizni o'zingiz savollaringiz, fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Men mana shu videoni tagida magazinim akkauntini, Telegram kanalimni qo'yaman. Ko'rib, bemalol shu kanalga ulanib, bularning narx-navolari, razmerlari va sizga to'g'ri kelish kelmasliklari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi videolarimda sizga yana ham qiziqroq ma'lumotlar qilishga harakat qilaman. Bundan keyingi videolarda aksessuarlar, ro'mollar tanlash, sumkalar tanlash haqida ham ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Meni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'linglar.